Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Mana bugun biz parda ilish jarayonidamiz. Hali derazatillar qoqamiz. Mana bo'ylari qaytik fason qilib, mana bundaqa bunday qilib yig'amizda, xudo xolasa. Mana qaranglar, mana inchoqchalar, makronchalar bilan chiroyli turadi. Mana to'rini qaranglar, chiroyligini. Tepasi oppoq. Paslar mana shunday qilib yig'iladi. Chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Ishlayapmiz, ish jarayonidamiz, xudo xolasa. Bu yog'i ham qayta xohlasa ikki xil fason qilib ishlatsa bo'ladi. Buni qilib ikki yog'ini olib tashlasa ham bo'ladi. Uzog'idan variantini ko'rsatay. Bo'ylari qaytik fason. Mana qaranglar, qanaqa yaltillab